Xullas, ertalab dushda xayolimga oilaviy sayohat qilish kelib qoldi. Va uydagilarni olib Namangan afsonalar vodiysiga yo'l oldik. Parizoda qizimni tug'ilgan kuni uchun sayohatni tanladim. Qizaloqlarim shunaqa mazza qilib yayrab aylanishdiki, bilganimda avvalroq borardik. Birinchi bolalarimni o'ynatib bo'lib, keyin esa dadam qachondan beri chiqishni xohlashgan o'sha mashhur eng baland charxpalakka dadam bilan chiqdik. Ishonasizmi? Butun Namanganni tepadan bemalol ko'rsangiz bo'lar ekan. Haqiqatan ham eng baland charxpalak shu bo'lsa kerak. Jiyanim bilan ayolim amerikanskiy gorkaga chiqamizmi deyishdi. Ikkilanmasdan xo'p dedim. Va ishonasizlarmi? Shunaqa mazza qildik, haqiqiy adrenalinni his qildim. Men bunaqa mazza qilib anchadan beri attraksionda uchmagandim. Ishoning, mazza qilasiz. Tepadan pastga tushib ketishni qanaqaligini bilmoqchi bo'lsangiz, albatta shu attraksionga tushing. Yana aylanishda davom etdik va zipline tushishni orqaga surmasdan chiqishni tanladik. Lekin to'g'risi menga unchalik mazza bermadi. Hech nimani his qilmadim. Balki undan oldin qo'rqinchlilarga chiqqanim uchundir. Ammo oxirgi attraksionimiz esa suvli poyezdda uchish boshqacha mazali bo'lar ekan. Egnimizga suv o'tkazmas kiyimlar berishdi va men kallamni yo'qmagandim. Shalabbo bo'lib ho'l bo'lib ketdim. Xullas, sayohatimiz juda maroqli o'tdi. Shu ho'l bo'lib ketganimni hisobga olmaganda hammaga kelishni tavsiya qilaman.